Do'stlar, sizlarga 2014-yil legenda bo'lgan Cobalt'imiz chiqib qolgan sotuvga. Mashinamizning rangi shampanskiy ekan. Mashinamizga chiroyli qilib navrot qilib qo'yilgan. Hozir sizlarga navrotlarni sanab o'taman. Birinchi o'rinda hammani o'ziga tortgan diskasi. Akamiz aytayapti, diskasini o'zini 400 dollarga yangi balonlari bilan qo'yib qo'yganman deyapti. Chiroyli qilib mashinani mehr berib qo'ygan ekan. Tashqi ko'rinishda umuman ishi yo'q. Aka, mashinani umuman ishi yo'q, o'zi oladi, minadi deyapti. Mashinamiz mexanikada ichlariga ham alohida mehr berilgan ekan. Mes deflektorlar qilib, ko'jalar zo'r qilib qo'yilgan, chexollarigacha. Aytgancha, mashinamiz telefonda ham bemalol ishlar ekan. Undan tashqari mashinamizga Tesla monitorlarni qo'yib, Malibu rul mer soatlar qo'yib, chiroyli qilib mehr berib qo'yilgan. Patologiyaga ham alohida e'tibor berilgan ekan. Zvyozdiy nebalar qilib, mashinamizni bagajga keladigan bo'lsa, bemalol xarajat shunday oyoqlaringni o'tkazasizlar, mashinaning orqasi ochiladi. Mashinamizning narxini egalari 7000 deyapti. Bo'ladigan qilib aytdim dedim. Oxirgi narxini 68 ga berib yuboramiz deyapti. Arziydigan bo'lsa telefon qilib olasizlar, bemalol. Mashinamiz juda ham istarali ekan. Pastdagi raqamlarga bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Srochniy sotiladi.